Tasavvur qiling, 1 kaloriya 1 dollarga teng deb. Shunda gamburger 300 kaloriya saqlaydi, kartoshka fri 300 kaloriya, ichimlik 150 kaloriya, shirin kulcha esa o'zida 250 dollar saqlaydi. Bu pullardan nima qilamiz, polvon? Bu pullarni tanani ichida ishlatamiz. Turgunda keting. Shunday qilib ular bari birgalashib tanaga yo'l olishdi. Xush kelibsizlar do'stlar. Biz hazm qilish a'zolarimiz. Qo'rqmasang yaqinroq kelaveringlar. Ehtiyot bo'l, pulimizni olib qo'yishmoqchi shekilli. Polvon, qo'ysangchi. Bizni faqat hazm qilish qiziqtiradi xolos. To'g'ri, biz umuman hech kimdan pul olmaymiz. Unday bo'lsa boraveraman. Ha, ahmoq fast foodlar. Mana. Xo'sh do'stim, bugunga qancha? 1000 dollar. Juda yaxshi. Senga qancha berishim kerak? Menga 150 dollar. So'raltirish uchun kerak xolos. Tushunarli. Mana senga haqqing, ko'rishguncha xayr. Va qon barcha a'zolarga ish haqqini berish uchun yo'lga tushdi. Yurak, bugun senga qancha berishim kerak? Bugunga 50 dollar. Gap yo'q, mana. 50 dollardan har birimizga. Namuncha havoni narxi shunchalik ko'tarilib ketdimi? Iltimos, bizga ham 50 chizib yuboring. Xo'p, mana. Menga ham 50 berasiz. Bugun yaxshi ishlading. Menga 50 yetadi. Momo yo'q, mana. 50 ni menga berasiz, qolganlikni unga berasiz. Tavba, o'zi hamma ishni man qilsam nima bo'lish kerak? Xo'jayin sizga qancha? Hozircha 100 bersang yetib turadi. Mushakvoy, senga qancha beray? Bugun kun bo'yi o'tirdik. Shuning uchun 100 bersangiz yetadi. Okey, marhamat. Xo'sh, ko'raylik qancha ortib qoldi ekan? 200 dollar. Buni darrov bankka joylash kerak. Xo'sh, bugun qancha ketmoqsiz janob? 200 kaloriya triglitserid. Marhamat qilib qabul qilib oling. Hop, yog' qorinda ko'rinishi uchun chamasi 24-36 soat oralig'ida vaqt kerak bo'ladi. Salom. Qanday mehmonlar? Baliq, suxari, ko'kat, avokado. Qo'rqmasdan yaqinroq kelinglar-chi. Mana. Mana og'ayni, bugun ham 1000 dollar yig'dik-ku, lekin kletchatkani hazm qilish qiyinroq. Shu sabab bugunga 300 bo'ladi. Allohim barakasini bersin. Qon har kunga ishini qilib, a'zolarning ish haqqini berishni boshladi. Lekin biroq bu safar mushak, bugun biz naqd 20 minut yugurdik. O'zimni tiklamasam bo'lmaydi. Shuning uchun bugunga 350 bo'ladi. Iye, Mushakvoy, pul yetmayapti-yu. Men hozir tezda bankka yugurib borib pul olib kelay. Xo'pmi? Assalomu alaykum. Yiqqan pulimdan 200 dollar berib turing. Bunchalar ko'nglingiz bo'sh. Boshqa joydan olishsin. Misol oyoqdanmi? Oyoqdan olishning imkoni yo'q. Shu yerdan olishim shart. Voy xudoy, beraman de, nima qilardim? Mana mushak, haqqingni olib keldim. Muammo hal bo'ldi. Wow, bo'lar ekan-u. Men yana tayyorman. Ha, bank ishi o'zi shunaqa ekanda, bir kun plyusdasan, bir kun minusda nima ham qilardik? Sabrdamiz. Qadrli do'stlarim, hozir biz sizlarga yozamiz bolalar bilan jinnicha bir qo'shiq. Qani ketdik? Chibis, oka, my name is Baklashka. Ko'ryapsizlar-ku axir bular jinnichalar. Yozyapmiz yana ketdik keyingi so'zlarga. Krishka, korobka, potato, baklashka. Topgan so'zlari hozir g'alati tuyulishi mumkin, lekin ko'ringchi endi nima deyishar ekan. Dve, korobka, Zaporoj, Abodok. Xullas qo'shig'imiz shu yerdan nihoyasiga yetib kelayotganga o'xshayapti-ku. Ha mayli yana bitta aytib ko'rishsinchi. Pomidor, taxta, burun, ip. Jinnicha so'z bu ip. Qani shu bilan biz endi tugatdik.